Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Salomat turgansizlar inshaalloh. Ma bir necha kundan shu Turkiyadan kelayotgan shum xabarlar hammamizni beyorim qilyotidi. Hammadan buning yo'lini tepish ustida izlanyotidi. Ammo bu yangi ta'tildan qaytib kelgandan keyin ilgari tashviq qilib kelayotgan sürgündük hükümetinin təşviqatını, yani sürgündük hükümetinin işığa az bulmagan qarindaşlarımız köngül bölüp atıdı. Bu vaqtda qarindaşlarımızga vaqti-vaqtida yeni uçurlarını berip turuş bizniki mecburiyetimiz dep qarayma. Bu vaqtki təşviqat degandek yaxshi bo'lmadi yaqin çünkü men şahsen Tətildən yeni qaytıb gəldim, o başqa qarindaşlar qıvatamdan tez diqqət qilib ketamidim. Muşu arlıqda hem az bulmagan qarindaşlarımız bana her türlü yollar bilan inkas yazıp, bu sürgündük hükümetin gapları xeyli bu vaqtda jimib ketdi go. Nim bu vaqtda o sürgündük hükümetdə muşaqda bir uçur bergen bolsanglar degan talablar bo'ldi. Muş sebepli bugun sürgündük hükümetinin vaqtliq baş ministri hürmetlik Abdulahad Nur Qarajim akamizni ekranga taklif qildik. Assalomu alaykum hürmetlik Abdulahad Qarajim. Ekranımızdan hoş geldiniz. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Ümit efendim, hoş bulduk. Köp rahmet. Muşunda bir sohbet hazırlap xalqimizni sürgündü hükümetimizin xabardor qilishga tirishqanliklaridan Allah razı olsun. Bu sohbetimizni xalqimiz uchun xayrlik qilib berishini Cenab-ı Allah'tan tilayman. Rahmet. Mikrofon etlab qaptı. Şu 6. ayının oturlarıgacha her qaysi davlatlardan sürgündük hükümetke millet vekilleri saylab berish faoliyati oyoqlashgandan keyin biz o'ylaymiz hamda o saylanib bo'ldi millet vekilleri hamda keyingi ish cho'ng ish tabiiyki 11. ayının 13. kuni o'ylayman shu kunlar ochiladigan umumiy saylam, ya'ni qurultay deb atabsizlar. Shu vaqtgacha bir turkum tayyorlik xizmatlari bo'lishi kerak. Bu vekiller saylanib bo'lgandan keyin mushu tayyorlik xizmatlari yaxshi ketyapti. Mushu haqda bizga ko'pchilikka bir qisqacha uchur bergan bo'lsangiz. Rahmat. To'g'ri, biz mushu yilning 5-idalam Sharqiy Turkiston sürgündü hükümeti bir qaror chiqargan. Shu qarorda hozirga qadar Sharqiy Turkiston sürgündü hükümetinin saylamları xalqqa echilmagan ekan. Echilgan bo'lsa-mu, xalqqa qatnashganlar bek az bo'lg'achqa, odamlar az bo'lg'achqa, sen ma vazifani al, sen ma vazifani al deb shunday bo'lib ketdi ekan. Bu yil millat vakillarimizni ko'paytirish uchun bu hukumatninki ichida hamma sinflardan insonlar bo'lish kerak deb o'ylab xalqqa echivitayli, millet vekillerimizni xalq saylab bersin degan bir qaror chiqarilgan. Shu qaror chiqarib, eng oxirgi saylab bulash vaqtimiz 6. ayning 15. kuni deb nizomnomada shunday deyilgandi. Bunda bulashning sababi bu 8. navbat qurultay bu qatim Amerika poytaxti Washingtonda ochilmoqchi deb qaror qilingan. Hamda Washingtonda açılışınınki sebebi hazır hamda Xitoy bilan birdan-bir tutisha oladigan, Xitoyga ajallik zarba bera oladigan, Xitoyga kuch yetadigan davlat shu Amerika bo'lg'achqa, shunga biz shu Amerikada açsaq siyosiy jihatdan hukumatning obro'yiga va boshqa jihatlardan yaxshi bo'ladi deb qarab Amerikada ochishni qaror qilgandik. Shuning uchun Amerikada ochiladigan bo'lg'achqa bu 10. ayninki 10. günden başlap 12. günügacha. Bu 6. ayninki 15gacha yerlik saylamlar tutsun. Kendan keyin, uningdan keyin bu yangidan saylangan millat vakillarininki
Yani yandan saylangan xalq vekilleriniki salayeti tekshirildi hükümetimiz tarafından. Hem de bu Şarkı Türkistan sürgündü hükümeti simvollik bir hükümet boğan bolsunmu, bärber Şarkı Türkistan halkının chet eldeki bir hükümeti. Hem de bu hükümetke siyasi jihatdan halka noto'g'ri insonlar kirib qolsa, kelgusida bu hükümetni Xitoy tarafdorlari qo'lga ololmasin degan endish bilan endi tekshirish haqqimiz bor deb qarab 6 ayning 15-silag'i saylam tugasa, ondan keyin 1 ay, 7 ay, 8 ay atroflarida saylangan milletvekillerimizning siyosiy salohiyati tekshirilib, qabul qilinganligi qabul qilinib, rad qilishga tegishli insonlar kirib qolgan bo'lsa, rad qilinib, u oyoqlashsa, ondan keyin rasmiy mushu milletvekillari qabul qilsak bo'ladi ekan deyilgan insonlar Amerika vizasi uchun taklifnoma yozilishi kerak. Endi bu Amerikaga udul kelgan odam kelinmaydi. Amerikaning vizasini olishmi oson emas. Shuning uchun 1-2 oy burun shu vizaga iltimos qilish boshlansa, andan keyin o viza olishmi 1 oy o'tadi. Undan keyin vaqtimiz bo'ladi ekan deb shu 6 ayning 15-silag'i urilishtirishning sababi shu. Yani yerlik saylam normal qurultay zamanidan 6 ay burun tugutilish talab qilinishning sababi bu. Milletvekillerimiz kengtasha vizaga iltimos qilsin, hamma milletvekillerimiz viza elib Amerikaga kelsin degan maqsadda biroz burun to'xtatdik saylamni. Saylam 6 ayning 15-silag'i tugidi. Hem de hazır saylamga tayyorlik komiteti deydigan bir komitet qurildi. Bu saylamga tayyorlik komitetida Sharqiy Turkiston sürgündü hükümetining Oliy Kengash a'zolarining hammasi bor. Andan keyin Amerikada ochiladigan bo'lg'achqa bu yig'in Amerikada yangidan saylangan xalq vakillari va koni parlament a'zolarining hammasi bor. Andan keyin boshqa davlatda saylam olib borgan, saylam tashkillagan shu davlatning milletvekilimi bor. Sharqiy Turkiston sürgündü hükümetiga kirgan milletvekillarim bor. Shuning uchun bu 20 necha odam saylamga tayyorlik komitetida bor. Shu tayyorlik komitetida hozir tayyorlik xizmatlari davom qilyotdi. Bu tayyorlik xizmat qilishning ichida, bu xizmatlarning ichida yig'inga kelgan milletvekillerini tasbit qilish, kelalaydiganlarning hammasining tizimligini olish, pasportlarini olish, butun Amerika konsuliga beradigan uchurlarning hammasini milletvekillaridan to'plab, eng uyg'un shaklda official bir teklif hazırlab, Amerika har davlatdagi konsullarga evatib berish eng muhim vazifa shu. Ondan keyin Amerikada otel hazırlash, insonlarning qoladigan yerini hazırlash, uning bahasini bekitish, muvaffaqiyatini yetitish, kelgan qarindoshlarimizning tamaqini o'rinlashtirish, aeroportga kelsa aeroportdan ekilib hotellarga olib borish, hotellardan ekilib yig'in saloniga ekilish, andan keyin vaqtida olib borib yerlashtirish, insonlarni yo'lga solish degandek nurg'un xizmatlar bor. Şu xizmatlarga qarindoshlarimiz nihoyatda jiddiy shaklda ishlashni boshladi. Hozir hamda milletvekillarining butun uchurlar to'planib bo'lgandan keyin shu uchurga ko'ra taklif evatimiz Amerikaga keladiganga. Andan keyin u tarafdan u xizmatlar ishlanyotdi. Yana bir tarafdan Sharqiy Turkiston sürgündü hükümetining taftish guruhi qurildi. Bu taftish heyeti bütün yana kirgan ve konu milletvekillerinin hemmisining siyasi salohiyatini tekshirdi 1-2 oy ichida. Şu sebepler bilan hozir hamma odam o'zimizniki ichida o'z vazifamizni qilyapmiz. Shuning uchun sirtqi qarindoshlarga uni qilyapmiz, buni qilyapmiz deb xabar bermasligimizning sababi shu. Uning ustiga vaqtliq
ministerlik kuruldu. Tashqi ishlar ministri, ichki ishlar ministri, anondan keyin tashviqot ministri, moliya ministri degandek bu ministerliklarimiz bor. Shuning uchun bizning millat vakillarimizni kimning asl ministerlikka loyiq qobiliyati bo'lsa, shu ministerlik qilib xizmat qilinglar. Shu rasmiy qurultay ochildigan vaqtgacha o'zinglarning qobiliyatini shu ministerliklarda ishlash orqali maliyada qobiliyati borlar moliya ministrligida ishlanglar. Tashviqot qobiliyati borlar tashviqot ministrligida ishlanglar. Ma'u xalqimizning ichidagi insonlar bilan aloqa qilib, ichki masalalarimizni, ichki ziddiyatlarimizni hal qilishga doir xizmatga bu jihat qobiliyati borlar ichki ishlar ministrligida ishlanglar. Tashqi ishlarni xabar bo'lganlar tashqi ishlar ministrligida ishlanglar. Mushu oldimizdagi qurultaygacha hammanglar mana shu naq maydonda hozir sizlarga sharoit hozirlandi. Mishakilib qobiliyatingni oshkor qilsanglar bo'ladi deb bütün millat vakilligi u chaqirgandi. Bu yerda men sizdan bir savol so'rab olsam, Jimka, o boya gapingizdan qaraganda 6-oyning o'tirg'icha har davlatdan millat vakillari qasam berib, millat vakili bo'lib saylandi, ya'ni o'zlarini ko'rsatdi ham xalq sayladi deb atadik bu yerda. Ya'ni bu yerdagilar masalan ba'zi davlatlarda 20-30 odam kelgan bo'lsa, uning ichidan 10 odamni saylab xalqniki ovozi bilan saylagan ahvollar bo'ldi. Ammo boyagi gapingizdan qaraganda bu millat vakillari garchi millat vakili bo'lib saylangan bo'lsa-mu, ularning salohiyatini yana qayta ko'rib chiqsalar, ya'ni haqiqiy millat vakili bo'la olamdi, bo'la olmamdi deb yana qayta qarab chiqsalar, agar ularning ishida nomuvofiq, ya'ni muvofiq kelmaydiganlar bo'lsa, ularni millat vakili degan salohiyatidan olib tashlaysizlar, shundaqmi? Shunda bo'ladi. Nima uchun deganda bizningki bu o'zimizni qo'g'daydiganga saqchimiz yo'q. Askarlarimiz yo'q. Bir xato adam qetimizni chirib olib, ash ko'tildab fitnani chiqaraversa, uning og'zini yetadigan kuch yo'q bu hukumatda. Hammamiz bilamiz, Sharqiy Turkiston surgundi hukumati dunyoning hamma yeridagi insonlar bilan to'plangan bir hukumat bu. Shuning uchun bizning saqchimiz yo'q. Adliya organlarimiz yo'q. Unda bo'lgandan keyin xato ish qilganlarni jazolaydigan kuchimiz bo'lmag'achqa bunalqa qalaymiqan eli verib oxirislandiki uni boshqaramay u ayondan bir nima deb bu bayandan bir nima deb intizomsizlik qilsa bu yaxshi niyat bilan kirib bir ish qilamizmiki degan yaxshi niyat insonlar zerikib qashib ketadigan ish bo'ladi. Yaxshilar qochgan sari yomonlar ko'plab kelsa yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun menimcha xalq tarafidan saylangan millat vakillarining ichida yomon insonlar yo'q deb qarayman. Yo'q deb arzu qilaman. Ammo bu hukumat bo'lgandan keyin hukumatlik salohiyati bilan millat vakili bo'lib kirgan insonlarni tekshirish haqqi bor hukumatning. Shuning uchun alqa chiqirib yetadigan insonlarning ichida alqa madaniyat saviyasiga qaralmaydi. Diniy e'tiqodiga qaralmaydi. Bu jihatdan kim bo'lishidan qat'iy nazar qabul qilamiz. Faqat qabul qilinmaydigan insonlar siyosiy jihatdan problemli bo'lib qolib qolsa. Masalan, Xitoy qo'ygan shirkatlarda ishlaydigan, Xitoy qo'ygan tashkilotlarda ishlaydigan manda xalqimiz ichida bu xatarlik odam, yomon odam deb u odamni olib qolsak, shu odamning atrofidagilar ay mushu odam mushu hukumatda bo'lgan bo'lsa bo'ldi, uzoq turaylik, buning bari bor ekan deb hukumatning obro'yini to'kadigan ba'zi tipdagi insonlar bo'ladi jamiyatda. Shunda tipdagi insonlar kirib qolgan bo'lsa, shu siyosiy jihatdan yoki bo'lmasa qonuniy jihatdan o'zi turayotgan davlatlarda ba'zi qalaymiqan ishlarni qilib, qonuniy problemi bo'lgan. Bu insonni hukumatga olgandan keyin shu davlat bilan o'rtada alqa ishonmaslik bir problem yashanishning oldini olish uchun qonuniy problemi yoki siyosiy problemlar bo'lgan. Xitoyga chetishlikqa siyosiy jihatdan yoki iqtisodiy jihatdan Xitoyga chetishlikqa bo'lgan insonlarni ammaymiz deydigan kriteriyalarimiz bor. Başqa alqa
jiq o'qib ketmagan, jiq o'qigan yoki jiq o'qimagan yoki bek dindor yoki bo'shroq dindor yoki bo'lmasa bek mashhur yoki hech kim tanimaydigan odam deydigan bunday kriteriy yo'q. Xalq saylangandan keyin u millat vakilimiz. Qabul qilib bo'ldik. Ammo hozir tekshirish jarayonida problemlik siyosiy jihatdan xatarli insonlar bo'ladigan bo'lsa, buni chiqarish uchun teftish hay'ati qurildi. Endi bu nimada bu siz deganingiz bo'yicha agar siyosiy jihatda ishonchsiz Xitoyga bo'lgan ko'z qarashi degandek mujmal, yaxshi emas va boshqa, ya'ni dushmanga bo'lgan muomala jihatda irodasi degandek kuchli emas, ham siyosiy jihatda, ya'ni toza ishonch bo'lmagan odamlarni tabiiyki agar kirib qolgan bo'lsa, chiqarish bir normal ish. Hamda normal. Va xalqmi masalan har davlatda millat vakillari saylash jarayonida agar xalq saylab bergan bo'lsa, xalq ishondi degan gap masalan. Masalan Kanadada 20 necha 30 dak odam kelganligini ko'rdik. Onun ichida shu o'zini ko'rsatganlarning ichida saylanmay qolganlarmi borki, chunki 10 nomzod bo'lg'ashqa. Endi demak, xalq birinchi qadamda u mush odamlarga ishonganligi uchun sizlarga, ya'ni hukumatga xalq millat vakillari qilib ko'z tutadi. Ammo shundaqdimi, yana bir suzish kerak demoqchimisiz? Yana bir suzish kerak, chunki xalqimiz, endi xalqimizga hurmat qilamiz, xalqning saylagan millat vakillariga hurmat qilamiz. Ammo xalq endi bizmi xalq, masalan, hammamiz etdiganda chiqib ishimiz bilan ishga ketimiz, akşam pulimizni tepib kelamiz. Anandan keyin haftada bir joyda uchrashib qolsak, assalomu alaykum va alaykum assalom deymiz. Uni uyimizga chaqiramiz, buni uyimizga chaqiramiz, chiroyli adashib o'tamiz biz yashayotgan mamlakatlarda. Ammo ko'pincha insonlar o'zi aralashayotgan insonlarning oq ko'rinishini tekshirib beqish sharoiti yo'q yoki bo'lmasa uni keraklik deb ko'rmaydi shaxsiy munosabatda. Shaxsiy munosabat boshqa insonlar bilan bo'lgan. Ammo hukumat 35 milyon 40 milyon xalqimizningki nomidan xalqaroga chiqib mush xalqqa xizmat qilamiz, Sharqiy Turkiston degan davlatning mustaqilligini asliga keltiramiz deb shu shuar bilan o'tirib chiqayotgan bir hukumat bo'lgandikin, bu hukumat sog'lom bo'lmasa bo'lmaydi. Shunda bo'lg'achqa bu tekshirish, bu teftish boshlatishninki sababi shundan iborat. Yanlam shu 35 milyon 40 milyon xalqimizning manfaati uchun, Sharqiy Turkiston davlatining manfaati uchun tekshirishga majbur. Masalan, hozir bu bir hukumat, Sharqiy Turkiston surgundi hukumati. Bu bir hukumat. Normalda biz mush g'arb davlatlarda yashayapmiz. Muhimroq yoki bir shirkatga kirib qolsakmi, shu biz mush davlatga kelgan vaqtda mush davlat qanday kriteriyalar bilan bizni tekshirgan bo'lsa, normal shirkatni bizni tekshiradi. Chunki xato bir odam bo'lib qolib qolsa, bizga ziyon urvitidi deb qo'rqib, normal shirkatlarni tekshiradi. Endi bu Sharqiy Turkiston surgundi hukumati hozirga qadar o'zining qadr-qimmatiga erishilmay, xalq tarafidan desteklanmay kelgan bo'lsa-mu, bu hukumat bek muhim narsa. Sharqiy Turkiston surgundi hukumati bek, chunki ustida hukumat deb yozilgan. Bu hukumat rasmiy mukammal yaxshi insonlar bilan, qobiliyatli insonlar bilan, sadoqatman, g'oyimizga sodiq insonlar bilan o'rnidan dasturib qolib qolsa, hukumatni xalqaroga to'nishtirish imkoniyatimiz bo'ladi. Mana bir hukumat qurildik, bizni desteklanglar, biz endi o'rnimizdan turdik deymiz. Shu vaqtda xalqaroning dastiga erishish orqali bu hukumat surgundi hukumatlikdan rasmiy hukumatga o'tish g'oyasi bor. Masalan, Falastin Ozodlik tashkiloti Yasir Arafat yana boshlagan vaqtda surgundi hukumat shaklida boshlagan. Hozir surgundi hukumat emas, rasmiy xalqarodan tunilgan Falastinning hukumati shu, Yasir Arafatningki.
nemisi. Şunun o'xshagan hozir dunyoda 7 atrofida surgunda hukumat qurilib, rasmiy surgunda hukumat statusidan chiqib, rasmiy hukumatga o'tib bo'lgan misol bor ekan. Bizning maqsadimiz bu surgunda hukumatlikdan chiqish uchun xalqaro o'zimizni tunishtirishimiz lozim, xalqaroning dastigiga erishishimiz lozim. Xalqaroning dastigiga erishish uchun ishimiz sog'lom bo'lishi kerak. Sen ma vazifani qilsa degan vaqtda shu vazifani qiladigan, besimga, tahdidga qo'rqmay bu hukumatni millatga satmaydigan xolis, samimiy insonlarga ehtiyojimiz bor hukumat sifatida. Unda bo'lgandan keyin hukumat o'ziga sodiq, g'oyasiga sodiq insonlarni elish haqqi bor. Unda bo'lgandan keyin hukumatning millat vakillarini tekshirish tamamen huquqli salohiyati bor deymiz. Masalan, boshqa davlatlardami, masalan Turkiyadami ko'ramiz, boshqa millatlardami ko'ramiz. Ba'zi millat vakillari xalqdan saylanadi, necha million oy yilib xalq tarafidan saylanadi. Saylanib davlat manfaatiga xilovlik ish qilgan chog'da, yana parlament uningki millat vakilligini iqtol qila oladigan, o'ttirdan qoldirib tashladigan huquqi bor parlamentning. Biz bu halka 15-20 insonlar bilan saylab turibdi bu xalq millat vakilini. Million oy bilan kelgan millat vakillarini davlat manfaatiga ziyonliq ish qilgandan keyin millat vakilligidan chiqarib yetib bordi ko'ryapmiz. Bu har qanday davlatda, dunyoning har qanday yerida mashru bir huquq bu. Bu yerda bir savol tug'iladi. Mushu sizlarniki odam tanlashda, ya'ni bu odamning salohiyati, siyosiy jihatdagi ishonchlik darajasi va boshqalarga ta'bir berishda, baho berishda, bu bahoning adil bo'lishiga sizlar nima orqali kepillik qilsizlar? Masalan, qonun orqalimi yoki o'zinglarning tafakkuri, anglagan, o'rganganinglar bu odam to'g'riliq. Mushu orqali kafolat qilamsizlar va yoki boshqa bir nimalar bormi, moddalar bormi mushularniki tanlanishida adil bo'lishga? Bularning tanlanishida adil bo'lishga 12 turli kriteriyamiz bor. Kriter deydi ma turkcha. 12 shartimiz bor. Shu shartga tushganlarni qabul qilib, shartga taqishib qolganlar ishonlanadi. Buningda masalan gapni bevosita deyish kerak. Yaqinda men ta'tildan qaytib kelgandan keyin ba'zi ahvollarni ko'rib, sal mening toza qalamga o'tmadi, chunki hozirgacha shu sukunat hukumat xalqqa ishni echayotgandan keyin shu millat vakillarini saylash bo'lsin, tashviqotchilik bo'lsin, xeyli kuch chiqarayotgan ba'zi qarindoshlarniki bu sukunat hukumatdan challab chiqarib o'tilganligini ko'rib qoldim ba'zi xabarlarda. Ham bu xalq orasida xeyli g'ulg'ul qo'zg'adi. Mush jihatdagi asosiy sabab nima bo'ldi sizcha? İntizamsızlık. İntizamsızlık. İntizamsızlık, hükümet çıkargan nizamnamalarga bo'ysunmaslik, hükümetning qarorlariga bo'ysunmay o'z oldiga ish qilish bo'lganligi uchun, itoatsizlik bo'lganligi uchun ba'zi insonlar chiqartildi. Buningda Ajimka sizmi bilasiz, hozirgacha shu biz Uyg'urlar mavjud tashkilotlar ichida uzundan saqlanib kelayotgan bir kasalni saqaytolmay kelyapmiz. Xalqimiz ko'rib turdi, masalan, u bo'lsinmi, mayli tashkilot bo'lsin, mayli organ bo'lsin, uning ichida g'ulluq rol o'ynayotgan odamlarningki bo'libmi shundoq odamlarni vazifaga qo'yish va boshqa jihatlarda sog'lom bo'lmasligi, ya'ni ba'zilarning o'zining fikrda ching turib o'lishi, ba'zi jihatlarda johillik qilishi, meniki rostlab turib o'lishi va atrofdagi odamlar bilan birlashib toza degandek to'g'ri bo'lmagan bir qarorlarni chiqarishi. Mushu sababli hozirgacha davom qilib kelayotgan tashkilotlar orasida jidal majralar qurmay keldi. Bu haqda biz hozirgacha surgunda hukumatdagi odamlarning hammasini biraqur bilgashga bu surgunda hukumatga kirganlarni aytib sog'lom odamlar. İnşallah bularning orasida bunday ahvollar yuz bermaydi deb kelyapmiz, shu umidda biz. Siz mushta ahvol bizda mavjud emas deb kepillik qila olamsiz?
mevcut emas, chunki sürgüntü hükümeti hamma ishni asosiy qonunga ko'ra olib boradi. Elqi o'zi ham tavaq bo'lib olgan, guruhbaz bo'lib olgan insonlarning nimasi bilan emas. Asosiy qonundagi huquq, haq-huquqqa qarta olib boradigan bo'lg'achqa, shuning uchun elqi shaxsiy o'zi yaxshi ko'rmagan odamni chiqarib yetadigan, o'zi yaxshi ko'rgan odamni qanot ostiga olib vaga kirib oladigan unday ish yo'q. Shuning millat vakillarining elqi Code of Conduct, inglizchada Code of Conduct, millat vakili bo'lishninki kriterlari bor. Anundan keyin ma hukumatninki kurumlar arasida kim kimga bo'ysunadi, kimning vazifasi nima, hammasi aniq. Bunday vazifasi aniq bo'layotgan bir ahvol ostida bir odam vazifasi bo'lmagan ishga aralashsa intizomsizlik bo'ladi. Buni aralashting deyilgandan keyin bu mening haqqim deb turibsa, sening haqqing emas desimi unmay, mening haqqim, men aralashaman desa, uningga unmay, anandan keyin sen unda qilishing kerak, bunda qilishing kerak deb hukumatga ultimatum beradigan. Mandaq ishlarni qilgan vaqtda hukumat o'zininki shu qurumlar ichida o'ziga berilgan huquq asosan intizomsizlik qilgan, bo'ysunmagan insonlarni huquqidan olib tashlash yoki millat vakilligidan chiqarish qarorini olishga nimalar bor, huquqi bor. Shuning uchun hamda hukumatning ichida qonunsiz ish bo'lmaydi. Har qanday bir odamni elib etish bo'lsin, har qanday bir odamni dastitish bo'lsin, butunlay saylan bilan, qonun bilan bo'ladi bu ishlar. Demek ki yani bayi deyilgendek bazı qarindoshlarımızning hukumatdan chiqarilishi ko'pchilikning qarori bilan bo'lgan. Shunday deyishga bo'ladimi? Ko'pchilikning qarori bilan bo'lgan. Bu ish halqa endi ochiq deyishga to'g'ri kelgan vaqtda bir inson saylamga tayyorlik komitetiga boshliq saylansa, saylamga tayyorlik komiteti degan endi biz Uyg'urchada bilamiz. Saylam nerede qilinadi? Amerikada. Qachon qilindi? 11-oyda. Shu vaqtcha Amerikada ichilgan saylamlarning tayyorligini qilishga bir odam vazifalantirilsa, bu odam vazifa olgandan keyin o'zining vazifasini qilmay, Sharqiy Turkiston hukumatiningki sistemasi parlamentlik sistemmi, bu prezidentlik sistemmi, bunu tegiştirish lazım, sistemni tegiştirish lazım, onu qilish lazım, bunu qilish lazım deb o'zininki vazifasi bo'lmagan bir ishga aralashsa, yuqori tarafdan qarindishim bu sizning vazifangiz emas, bunu parlament qiladi, qonun tegishtiradigan ishlar, sistem tegishtiradigan ishlarning hammasi parlamentning ishi, bu sizning ishingiz emas, bunga aralashmang desa unmay, sana manchilik vaqt verdim. Diga 20 kelsangmi kelsa, bo'lmasa mandaq qilaman deb ultimatum bersa hukumatga, har qanday hukumat uning vazifasini olib tashlaydi. Bu yerda bu savolni so'rashimda Ajimka, endi hozir xalq orasida mundaq bir umid bor. Buni sizga bevosita deb sizdan javob olay. Ya'ni hozirgacha xalq orasida shu Sharqiy Turkiston davosida bir markaz kom bizda. Ya'ni bütün xalqimizni bir yerga akila oladigan, bir chaqiriq bilan bütün xalqimizni qo'zg'ay oladigan bir markaz kom. Aşındaq məli o təşkilatlar var, bir numuş təşkilatlar var, amma heç qaysininki bundaq rol yo'q, ham undaq kuchum yo'q. Muştaq holatda xalqimiz mushu ishni xalqimizga echib o'tgan surgundagi hukumatdan bu umidni kutib o'tadi. Ya'ni inshaalloh 11-oyda bu surgundagi hukumat haqiqiy ismi jismiga loyiq bir hukumat bo'lib, xalq tarafidan saylansa, inshaalloh biz umid qilayotgan bir markaz şekillengüsü, yani bizden aramızdaki bir boşluk toldurulgusu, yani şu çağda, mesela hazır bizdeki milli müstakillik irademiz bağlansır küçüyotgan bir günde, xalqaralıq vaziyette bir çok özgürüş bulup, bizdeki müstakilligimizni desteklaydigan kişiler oturuğa sakrab chiqqan bir holatda, şu bizga bütün Sharqiy Turkistonlarga vakillik qila oladigan bir organ,
Bo'libmi bu yerda bizning ko'pchilikning xalqning umid kutayotgani mushu xalqqa ishini ichib o'tib haqiqiy hukumat bo'lib maydonga sakrab chiqmoqchi bo'lgan surgunlik hukumat mushuni ko'z tutyotidi. Endi xalqning umidi mushu. Ham sizlarniki bu surgunlik hukumatni xalqqa ishini ichib o'tib surgunlik hukumatni kuchlantiramiz deyishdiki maqsadinglarmi mushu xalqning orzusiga mos kelamdi va yoki bu sizlarning orzuyinglar xalqnikidan sal farqlanamdi? Xalq arzusiga mos keladi. Xalqning arzusimi mushu xalqning ichida yaxshi ko'ralgan rost inqilobchilar shu hukumatga kirsa, andan keyin rost xizmat qilsa, hukumatni kuchlantirsa, bizning Sharqiy Turkiston hukumatimiz bor deb o'ttirg'i chiqsa, biz shuni e'tirof qilsak, bizni qo'llasak deydi xalqning arzusi shu. Hukumatning arzusimi shu. Hukumatning arzusimi xalqning ichidagi qobiliyatli insonlar, samimiy insonlar kelsa, hammamiz billa vazifa topshirib olib, billa vazifa qilsak, ma Sharqiy Turkiston da'vosi ilgarilasa, ittigroq xalqaroga chiqsa, xalqaro Sharqiy Turkiston surgundi hukumatini tunisa, shuning bilan Sharqiy Turkistonning ozodligini tezroq qo'lga keltirsak, tezroq asliga keltirsak degan orzuyimiz bor. Xalqning arzusi bilan hukumatning arzusi birma-bir o'xshash. Arzu o'xshash. Ammo bizningki dushmanimiz Xitoy. Birlam dushmanimiz bor, insoniyat ichida u Xitoy. Xitoydan boshqa dushmanimiz yo'q. Bu Xitoy degan dushman hozir xalqaroda ma'lum, hamma davlatlarni yilmikir siyosatlari bilan, aldash bilan, pul bilan, hamma ish bilan dunyoni aldab kelayotgan bir aldamchi hukumat bu Xitoy hukumati. Shu hamda xalqdan yana arif etish uchun hukumatni Xitoyning nurg'un hilmikirlari bo'ladi. Xalqimizdan hukumatni arif etish uchun yoki hukumatdan xalqni arif etish uchun, hukumatni yetim qo'yish uchun Xitoy o'ynamagan, hozirga qadar Uyg'urlarning tarixida bo'lib boqmagan nurg'un hilmikirlarni o'ttirg'i chiqarishi mumkin. Bu hilmikir boshqa davlatlarning qo'li bilan bo'lishi mumkin, boshqa tashkilotlarning qo'li bilan bo'lishi mumkin, ba'zi shaxslarning qo'li bilan bo'lishi mumkin. Endi buni Xitoyning istixboroti bor. Xitoyning harbiy kuchi va saqchi kuchi va nurg'un josuslar bor. Men Turkiyada yashaganlar 2001da Xitoyning chet elda 3 milliondan ortiq josusi bor degan gapni olgan. Bu hamda haqiqatda Xitoyning ashunchalik josusi bor. Unda bo'lgandan keyin hukumat bilan xalqning orasiga ziddiyat terishni Xitoy davomli maqsad qiladi. Unda bo'lgandan keyin hamda ba'zi voqealiklarni, ba'zi ishlarni boshqacha ko'rsatib xalqqa hukumatga suiqasd qilishi mumkin, xalqni ayrıştirishi mumkin. Bu jihatda hukumatni bek sagak bo'lishimiz kerak, xalqni bek sagak bo'lishimiz kerak. Shunga ba'zi ishlar shunda ochiq so'zlashga vaqtida o'tirg'i chiqadi. Shuning uchun hukumat arzusi har qanday ishni xalq bilan yuztirani so'zlashish, hamma ishni tafsili xalq bilan tosh qo'yib bo'lish arzusi va hukumatning. Shunda bo'lgan vaqtda Xitoy xalq bilan hukumatni arif etolmaydi. Ammo bir xabar chiqsa, hukumat uni qilibdi, buni qilibdi deyilgandan keyin bu xabarni uni ko'ptirib, unda bo'libdi, bunda bo'libdi deb hukumatni ishonchsiz ko'rsatishga tirishayotgan manbalarning xabarlariga ishonib, xalq boshqacha o'ylab, yana hukumatni tashvib qilib qolsa, yani hukumat burun holat keladi. Chunki hukumat degan nima o'xshaydi? Vital mevalik daraxtga o'xshaydi. Mevalik daraxtni bag'imizga kelib tikib qo'yiblar, uning bilan karimiz bo'lmasa, suqishimiz qurib qoladi bu. Yoki cho'ng bo'lgan taqdirdami, ey bo'lgan taqdirdami, bek uzun vaqt oladi. Bu cho'ng bo'lgan taqdirni to'g'ri tuzga meva berolmaydi, kichigini tatib beqim ko'magandiki. Uni vaqtida suyini qo'shib, darilab, uni qilib, buni qilib, cho'rlarni o'tab, yabani o'tlarni atrofida elbetga vaqtida meva beradi. Shuning uchun shu mevalik daraxtning bog'vani xalq. Xalq bog'van sifatida
hükümetning hükümetni pervish qilib, o'zining arzu armonlarini deb bizning arzu armonimiz bu. Bizning sizlardan kutgan vazifalar, qiladigan ishinglar bu deb xalq ega chiqib, hükümetni ogohlantirib, hükümet fikrini berib turalisa, hükümet shuningga qarta xalq bilan birlasha olsa, hükümet mangadi. Ammo hükümetni xalq tashvitib qilib qolsa, hükümet degan bilan hükümetda shu bir Oliy Kengashda 8-10 bo'lmasa, bütün milletvekillerimizin toplasak 60-70 adam. Hozirgi milletvekillerimiz. Xalq saylab bergan. Bu 60-70-80 adam halqa bir ministerliklarga bo'linsa, shu o'zining ishi bilan bo'lib ketadi. Hükümetmi xalq bilan aloqani quradigan bir qurum. O'sha ichki ishlar ministerligini kuchlantirib xalq bilan aloqa qilib turadiganga her jihatdan, her yurtning oqsoqollari xalqimizning ichidagi inqilobchilarimiz bilan aloqa qurib turish kerak. Xalqimizning ichidagi ziyolilar bo'lsin, diniy sohadagi insonlarimiz bo'lsin, mush vatan millatning qutulishini orzu qiladigan har qanday xalqimiz, uningki nomi cho'ng bo'lishidan qat'iy nazar, kichik bo'lishidan qat'iy nazar, ayol bo'lishidan qat'iy nazar, har qanday inson hukumatga samimiy fikrini berish lozim. Şimdi samimiy fikrini berish desa, bir qatim fikr berib qo'yib, endi men fikrimni berib qo'ydim deb bir ishga qarab boqib, uningga javob chiqmagandan keyin o'y qilib tukirib qochib ketadigan emas. Hukumatda inson az, ishlaydiganlar az. Milletvekillari 50-60. Buning qatidan ish qilayotganlar texmi az. Xalqimizning butun arzu armonlarini bir kunda bir joyda bir yildan qilib qo'yib bo'lmaydi. Hukumat qanday sabrchanlik bilan ishni mangdirayotgan bo'lsa, xalqmi sabrchanlik bilan hukumatga deydigan fikrini qayta deb, ma fikrimiz xato bo'lsa, xato danglar, bo'lmasa ma'noga ega chiqinglar, yoki bo'lmasa bu fikr berilgan manchilik bo'ldi, nima uchun bu ish oqmaydi deydigan tanqidlarning hammasini hukumatga berish lozim. Bunday sanjib turmasa insonlikda halqa ba'zi ishlarni qobiliyati yetmay qilg'ulanmaydi ba'zi insonlarni. Qobiliyatsiz bo'lganlikdan ish qilg'ulanmaydi. Ba'zi vaqtda qobiliyat bo'lsa-mu, shart-sharoit bo'lmaganlikdan, masalan, shart-sharoit degan siyosiy shart-sharoit, iqtisodiy shart-sharoit yoki odam kuchi deymiz. Shunga o'xshagan shart-sharoit bo'lmasa-mu, nurg'un projesi bo'lgan, nurg'un aqli ishlaydigan insonlarmi sharoit bo'lmaganlikdan ish qilinmaydi. Bu sharoitni hukumat bilan xalq birlashib yaratishimiz lozim. Endi milletvekillerimiz 60 atrofida dedik. Qobiliyatli insonlarimiz kelib, har qanday ministerlik ostida ishlasa bo'laverdi. Bu milletvekili bo'lish shart emas. Mesela medya kuchi va insonlarimiz medyasini qo'llanish orqali Sharqiy Turkiston xalqini, Sharqiy Turkiston davlatini, Sharqiy Turkiston surgumi hukumatini anglasa bo'laverdi. Ministr bo'lish kerak emas. Maliyadan anglaydiganlar qobiliyati va maliya jihatdan qanday pul to'plash, qanday pul tepish, hukumatni qanday boy qilish, iqtisodga ega qilish, bu haqda fikrlar bas bo'laverdi. Huquqdor bo'lish shart emas. Maliya ministri bilan aloqaga o'tib, yaxshi fikrlarni bas bo'laverdi. Tashqi ishlar ministrligi bilan aloqa qilishlar, boshqa hukumatlar bilan aloqa quradigan, boshqa hukumatlarga Sharqiy Turkiston surgun dokumentini tunutadigan, e'tirof qildiradigan, Sharqiy Turkiston zeminining Xitoylar tarafidan besilingan zemin ekanligini xalqaroga tunutish, mandaq vazifaladimi? Har qanday qobiliyati bor inson kelib, tashqi ishlar ministrligimiz bilan aloqaga o'tib, shu yerda ishlasa bo'laverdi. Endi milletvekili bo'ldim desa, milletvekili bo'lmasa bo'lmaydigan taraflar bo'lib qolsa, Oliy Kengashdan alohida qaror chiqarib, milletvekilligiga olsa bo'ladi. Alohida qaror bilan. Ammo milletvekili bo'lmasa ishlaydigan bo'laversa, yana bir 4 yilga shu yerda ishlab turib, yana bir qatim o'zining milletvekilligiga saylanib chiqsa bo'laverdi. Bizning ishimiz har qanday insonga uchuq. Faqat milletvekilininki 60 bo'lib qolishi. Balki asas qonunda shunday deyilib qolgachqa 60 deyildi. Ya'ni shu parlament 60 ning oyog'ini echib o'tib, qanchalik milletvekili saylansa shu shekilda bo'ladi.
Az saylansa az, jiq saylansa jiq bo'ladi deb qonun o'zgarsa bo'laverdi. Ammo ishlaydigan insonlar 600 ulab ketsin bo'laverdi, 6000 ulab ketsin bo'laverdi. Hech qanday inson cheklamasi yo'q hukumatda. Qanchaki inson jiq bo'lsa, shuncha kuchimiz bo'ladi, ishlarimiz shuncha oson bo'ladi. Deydigan gapimning qisqasi, biz hukumatda hozir har qanday ishni qonunga ko'ra, asos qonunimizga ko'ra qilamiz. Bir odamni oladigan bo'lsakmi, asos qonunga ko'ra, chiqaradigan bo'lsakmi, asos qonunga ko'ra bo'ladi. Va shuning uchun qonunsiz ish qilib qolsa, asos qonunimiz aniq yozig'li. Qonunning falon moddasi mundaq bo'libdi, sizlar nima ish qilmanda qildinglar deb savol so'raydigan shu bo'lsa, aniq javob bersak bo'ladi. Agar qonunga xilof ish qilgan bo'lsak, uni tuzatishga majbur tuzatamiz. Ammo qonunga uyg'un ish qilgan bo'lsak, hamma odam, hukumatning ichidagi insonlarmi, sirtidagilarmi qonunga hurmat qilish lozim. Qonun nima uchun chiqariladi? Bo'ysunimiz deb chiqariladi. Qonunga bo'ysunmaslik shu diktatorlik deymiz endi. Masalan, Xitoyda bek chiroyli qonuni bor Xitoyning. Masalan, Ilhom To'xtalar nima uchun turma deyapti? Masalan, qonun bek chiroyli modda bor ekan. Ma'vu moddalarni o'zing tatbiqlamamsa deganlik uchun turma deyapti. Xitoyda qonun chiroyli qonunlar bor, tatbiqlamaydi diktator o'g'achqa. Biz diktator bo'lishni xohlamaymiz. Xalqimiz izilgan xalqimiz bilan bir ish qo'yun, tash qo'yun bo'lib, xalqimizning orzusi nima bo'lsa, shu bo'yicha ishlashni orzu qiladigan bir hukumat. Chunki Sharqiy Turkiston surgundi hukumati bilan Sharqiy Turkiston xalqi hech qachon dushman emas. Xalq bilan problemimiz yo'q. Bizning birlam dushmanimiz hukumat sifatida Xitoy hukumati va Xitoy hukumatiga aloqa qilayotgan milliy munofiqlar. Chunki ular Uyg'ur bo'lgan bo'lsa-mu, Xitoyga xizmat qilayotgan bo'lg'achqa dushman hisoblanadi. Xitoyga ishlamagan, Xitoy manfaatiga ishlamagan har qanday Uyg'ur dini nima bo'lishidan qat'iy nazar, jinsiyati nima bo'lishidan qat'iy nazar, madaniyat saviyasi nima bo'lishidan qat'iy nazar bizning do'stimiz, quchoqlaymiz, qatimiz kelib ish qilsa bo'laveradi. Bu yerda boya so'ragan savolimni xalqning orzusini avval sizga bildirdim, ya'ni mushundaq bir markaz. Butun Sharq Turkistonliklarga vakillik qila oladigan bir kuchli bir markaz. Mushniki barliqqa kelishini hozir hammamiz umid qilamiz. Ammo hozirgacha qurilib faoliyat qilayotgan tashkilotlarniki holini ko'rgachga ularning orasidan bunday bir kuchning maydonga kelishiga ko'zimiz yetmagachga az bo'lmagan qarindoshlarimiz ko'zimizni sizlarga tikib inshaalloh shu nurg'un davlatlardan millat vakillari saylanib, shu vakillar Washingtonga berib saylab chiqqan hukumat shu bo'shliqni to'ldirg'usi, ya'ni butun Sharq Turkistonliklarga vakillik qiladigan bir kuchli bir markaz inshaalloh barliq kelgisi degan umidda o'tgan holatda agar surgunlik hukumatniki shu 11-oygacha bo'lgan qadamlarida ba'zi bir davolg'uchlar, ekspertlar bo'lib qolsa, xalqimiz orasida ba'zilarni misol mayuslantiradigan ahvol bo'ladi ekan. Shunga ishchilardagi ahvollarni biz to'g'ri bilmagachga sizdan bevosita so'rdim. Ya'ni sizning gapingiz bo'yicha xalqning orzusi bilan sizlarning orzularingiz bir, ya'ni bizda hozir mushundaq bir markazga bak ehtiyojimiz bor. Masalan deylik, boyaman degandek bizniki mustaqilligimizni oshkora qo'llaydigan kuchlar bora-bora maydonga kelishga boshlaganda ko'rinyotdi, sezilyotdi. Undan boshqami millatimizning mayli kimda bo'lmasin, bizning Sharq Turkistonlikning orasida xohlagan birisining beshi kun tushsa, "Hey, mana bundaq bo'ldi" deb bir dard to'kalaydigan bir markaz bo'lsa, bu markaz berib qaysi mayli davlat bo'lsin, mayli tashkilot bo'lsin, organ bilan mushlarga vakolatan so'zlasha oladigan holatga kelsa, andan keyin bu Sharq Turkistonliklar bizningmi egimiz borki degan holatga keladi. Shunga bu sizlarning zimmanglardagi yuk nihoyatda og'ir, hojimka. Bundaqcha aytganda, xalqimiz sizlardan nihoyat cho'ng umid kutib o'tirdi.
Şoňa meýle azrak bir şamal çykyp kalsymy, bir tal ýopurmak ulangyň bişigi çykyp ketsinmi, heýnin bolganda da çötüşini togry düşünişiňler gerek mençe. Onundan başgamy, eger bu sürgündik hökümetimiz hakyky bir rewişde hökümet şeklige kelse, az bolgan kyryndaşlarymyzdan bir arzusy bar. Meselen de bir misal keltirsem bu ýerde. Biz Şerqi Türkistan, biz döwletimizni Xitay tatyp aldy, uzun ýyllar boldy. Meýli o döwletni halkara etiraf kılsın, konmasın, bizden bir Şerqi Türkistanlyk kimligimiz boluş gerek. Meselen deýlik, öz aldymyzga Şerqi Türkistan hökümeti, sürgünde hökümeti bir kök taşlak pasport işlep, meýli o kabul kılınsın, kılınmasın, bir kök taşlak pasport işlep, hakiki Şerqi Türkistanlyklarga takassa, meselen Türkiýedeki ýalky bir kyryndaşymyzny bu Tajikistannyňki Praska'da bir kyryndaşymyzny iki çöçürdek balysy bar bir kyryndaşymyzny bu Tajikistanlyk eken dep gaýtyp ötken ahwal boldy. Türkiýe hökümeti bu ahwalamdy az bolmagan kyryndaşlarymyzny endişige sawatydy. Bolupmy Türkiýedek bir döwletde 40-50 miň Şerqi Türkistanlyk ýaşaýan bir döwletde bunda ahwalnyň ýüz berişi kandakdyr Mısırdakidek, Otur Şerqdikidek Uygurlarnyň beşigi gün kildigan bir balayı apetke yol içip kalamı degan qattiq endişledi. Eğer şunun kolunda bayı degendek bir Şerqi Türkistan'ın pasportu bolgan bolsa, köktaşlık pasportu. Meýli o etiraf kılınsın, kılınmasın şundaq bir näse bolgan bolsa, "Ey men Şerqi Türkistanlyk" degende iş bolmasa isbatlaýa algan bolatdy. Şoňa hajymka hem bu halyknyňki ümidi sizlerden hakikaten naýatmy çoň. Bu jähetde hem sizlerge işinimiz meselen sürgündik hökümet ýetekçilik atkan Golam Ustaz hem de hemmemizge şu hakiki vicdanlyk bir Şerqi Türkistanlyk boluş, hem dawada bir togry ýolga meniş jähetde bizge tälim terbiýe berip atkan bir ustaz. Onun ýanynda sizlerge oşa saglam adamlarymız bar. Aşındaq turupmu araňlardan ýani sel gayri sadalar çyksa, halyknyňki sen meýuslanyp galyşy we sizlerge sual goýuşy menimçe togry düşünýär gerek. Şundaq diýmen. Elbette togry düşünüşimiz. Elbette togry düşünümüz. Bu halkınki sada çıkışı, inkas bildirişi tamamen tabii bir ahval. Ama biz bu işimizdeki ahvalını ilacı kılıp sırtqı çıkmasın, halkımız ümitsiz bolmasın dep nurgun işlerini öz içimizde bilip meňabatsak, bu işlerini sırtqı çıkıp çoňaýtyp atkanlygy bar. Bu normal emas. Mesela bazı sadalarını hükümet üzü çıkarıp etken bolsa, tamam bu hükümetninki eyip edisek. Biz içimizde kalsın dep kararlarını içimizde elip bazı işlerini manda kılıvatsak, bazı kopap sırtqı çıkarıp onu bolmagan ahvallarını boldu köstüp, emiliyetini başqaça köstüp, manda kılış menimçe yoğun bir hatalık. Biz Şerqi Türkistan sürgünde hökümeti abiya diýilgende halk bilen bir buluşumuz lazım. Halknyň arzusy nim bolsa, Şerqi Türkistan sürgünde hökümetiniň arzusymy şu boluşy lazım. Hem de hazır ma wagtlyk bir ýa hökümetmi kuruldy. Meninki kallamda şundaq bir plan bar. Bolsa muş saylamgaça, bolmasa saylamdan keyin muşu muhaciret ministerligi, köçmenler ministerligi diýenekge bir at bilen bir şöbe kurup hökümetimizden derhal Birleşken Devletler Teşkilatynyň kişilik hukuk komitesi bilen alaka öýtep, dünýäniň her kandak ýerinde bir Şerqi Türkistanlykyň beşigi gün kelse, bularnyň vekili biz, mawy bizning muhacir ministerligimiz, mawy telefon numary, mawy alakamız, mawy hadimlerimiz dep ulygy tizimligini berip, iltimas sunsak bizni kubul kılýarkyda. Eger Birleşken Devletler Teşkilatı kubul kılgandan keyin bu ministerlik hadimleri dünýäniň her kandak ýerige berip, her kandak ýerdeki beşigi günki düşken Uygur bilen körüşüş salahiýetiga ega bolady. Şundaq bir plan bar. Sizler digendek pasport çıkırış işimi bek muhim, kimlik çıkırış işimi bek muhim. Bunu hem de halkara itiraf kılsımı, kıldık, kılmasımı o bizdeki vazifemiz.
Sharqiy Turkiston xalqining o'z kimligi bo'lishi lozim, Xitoy bergan kimlik emas. Bizni Xitoy yaratmadi, shuning uchun Xitoy bizga kimlik berish salohiyati yo'q Xitoyning. Xitoy bergan kimlik faqat Xitoyning bizning vatanni besib olganligiga isbot bo'ladi xolos. Bo'lmasa o'zimizningki axloqiy, vijdoniy burchimiz o'zimizning Sharqiy Turkiston kimligimiz, Sharqiy Turkiston pasportimiz bo'lishi lozim. Bu o'tirg'i chiqqandan keyin ba'zi davlatlar qabul qilib qolsa, barbara qabul qiladigan, uni e'tirof qiladigan ishlar bo'ladi. Mesela Palestin devletinin o'zining kimligi bor. Men Falastinliklarning pasportini ko'rib hayron qolgan. Bu sizni vatanni besvelindi deydigan, hammaning pasporti bor ekan desa, pasportimiz bor deydi. Ba'zi davlatlar e'tirof qilmaydi ekan deydi. E'tirof qilmasimi nurg'un e'tirof qiladigan davlatlar bor shuninki. Bizning pasportimizni, kimligimizni chiqarsak, e'tirof qilsa qildi, qilmasa yanjig'imizni to'sa men mana faloni deyishga lozim bo'ladi. İftixar bilan, faxrlanish bilan ko'tarsak bo'laveradi. Mavu Turkiyadagi al-Qizinnat bo'lgan qarindishimizni Turkiya hukumati ayamga yo'l qo'ydi deydi. Buningga bek echindiq hamda burunqi ahvolni o'siga bilmasa desak, hozir hamda Turkiyada shunchalar Uyg'ur yig'ilishib, vaqirishib, namoyish qilishib, Xitoy menda qilyotdi deyilgan bir sharoitda qarindishimizning Xitoyga yo'l silinishi haqiqatan echinishli bir ahvol. Bu ahvolni hamda qanday qilib oldin olamiz degan savolga kelganda, shu sizlar degandek pasport kimliklar bek muhim. Tamamen %100 qo'llayman bu fikrni men. Shunga Azimka yana takrorlasak, xalqimizdan sizlardan kutadigan umidi nihoyat zo'r. Agar mushu Turkiyadagi hukumat sizlarni jiqdinglar, bizmi tashviqotni jiqtab qo'yapmiz. Ishni xalqqa ichib o'tib, xalq bizni saylanglar, bizni qo'llanglar. Biz bir haqiqiy hukumat bo'lib tashkillangandan keyin, shakllangandan keyin boya degandek pasport ishlariga o'xshash ham bir Sharq Turkistonlikdan beshiq kun kelsa, bir hukumat, bir Sharq Turkistonlikning vakili nomida berib ko'rishib, bu ishlarni hal qiladigan bir holat shakllanguncha sizlarning oranglardami kam qo'saqliq, savrchanlik bunun bo'lishi menimcha kam bo'lsa bo'lmaydi. Ya'ni men undaq ahvol mavjud, ya'ni savrsizlik yoki kechirimchanlik yo'q, bundaq holat bor deganim emas. Ammo xalqning orzusini sizga aytib qo'yib qo'yganim shu. Undan boshqa boya nechqatam taklif o'tdingiz, Mavi yeni saylangan millet vekillerinin salayetini qayta tekşürüp bekitiş işide bir komitet bakya ve Ali Kengaş'ta bir nes bakya aramlarda. Ben bulanın işide bilmedim yeniden kirgen işençlik azalamı var mı? Çünkü benim bilişimde bu yeni saylangan milletvekillerinin köpüncüsü yaşlı değil mi? Yaşlan var, bizim yaşımızdakiler mi hali var? Hem de bu yaşla bilisiz Acımka, sel qeni kızıqraq, hem sel səbirsiz geliyordu. Çünkü hazırki vaziyet tarixda bir insanın bir şey kep bakkan emas. Biz Uyg'urlarning bir şey kevatıdı. Şuna yaşlar cenede uykusuz hazırki günlerde. Normal hayat yok hiç kimge. Şuna bir iş akmay kalsa, köngüldekidek bo'lmay kalsa, sel səbirsizlik qilib qilishi mumkin, sel qo'pollik qilib qilishi mumkin, mundaqcha aytganda. Ammo aşı adam sog'lomli adam bo'lsa, haqiqatan millat so'yar, vatan so'yar birisi bo'lsa, bu odamga atrofliq baho berish men uchun nihoyat muhim. Shunga hozirgi bilishimda sizlarniki shu hukumat ishidagi ma'volik salohiyatni qayta bekitib belgilash gruppasi, taftish gruppasi olsun va yoki oliy kengash bo'lsin. Muşularniki bundan keyingi qarindoshlarimizni salohiyatlarini bekitish jihatda texmi kam qo'saq, texmi savrchan bo'lishi men uchun nihoyat muhim. Chunki xalq o'z vakillarini saylab sizlarga avatdi. Maqsad boya degandek biz kutgan, biz orzu qilgan haqiqiy kuchli bir xalq qo'llaydigan hukumatning borliqqa kelishini hammamiz umid qilamiz. Agar shunday bir hukumat borliqqa kelsa, hozirgi mavjud tashkilotlar va ba'zilar qurgan partiyalar bo'lsin,
Ular hammasi ishonamanki, shu hukumatning atrofiga to'plashadi, jamlashadi, ittifoqlashadi. Chunki hozirgacha ba'zi yerlarda mayli Yevropada bo'lsin, mayli Turkiyada bo'lsin, shundoq bir markazni barliq keltiramiz deb tirishchilik ko'rsatayotganligini ko'ryapmiz. Ammo afsuski uningga hamma iqlimga vakillik qiladigan Uyg'urlar kelib ketgani yo'q. Shunga xalqning orzusi bu abay sizmi qayt-qayta degandek, xalq qo'llaydigan haqiqiy ommaviy asosi bor surgunlik hukumat barliq kelsa, ana shundoq holat shakllanishi mumkin. Ya'ni barliq tashkilotlar, barliq partiyalar va xalq ichidagi aktiv zotlar, aktiv da'vochilar surgunlik hukumatga ittifoqlashishi ham mush orqali boy degandek bir Turkiston, bir Sharq Turkistonlik beshiq kun kelsa, ularga vakolatan xalqaro ovoz chiqara oladigan bir haqiqiy kuchli hukumatning barliq kelishi nihoyat muhim. Bu jihatda men xalqniki arzu umidi shaklda sizga buni yetkazib qo'ydim, Ajimka. Endi 11 oydagi o cho'ng saylamni desak, mening anglashimda agar xato anglamagan bo'lsam, 11 oydagi shu qurultayda saylamda mayli hozir bu hukumatda qandoq rol olayotgan bo'lishidan qat'iy nazar hammaydan anasidan tug'ilgan holatda hech qanday qalpiqimiz yo'q. Oddiy puhra bo'lib berib qatnashimiz. U yerdagi adin shu zetqichi bo'lgan shu mas'ul xodimlarning hammasini xalq saylab chiqadi deganni hozircha anglab qolyapman. Bu to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Bu tamamen to'g'ri. Bu şu saylam kuni hammadan o'xshashlar milletvekili. Konularmi, yangilarmi o'xshashlar milletvekili saylash va saylanish huquqida o'xshash. Xohlagan odam xohlagan huquqqa o'zini nomzod qilib ko'rsatsa bo'ladi. Birlam prezident bilan bosh minister hozirgi mana Sharqiy Turkiston surgun hukumatining tarixida qarasaqmi, boshqa davlatning tarixiga qarasaqmi, prezident bilan bosh minister yoki bosh minister bilan parlament orasida problem chiqsa, o'xshamagan kurashdiki, o'xshamagan ideyadagi insonlar kelib qolsa, yaxshi kadro bo'lmay qolib qolsa, hukumat ishi mangmaydi ekan. Shuning uchun Cumhurbaşkanını bütün milletvekili saylaydi. Parlament reisini bütün milletvekilleri saylaydi. Bütün milletvekilleri men baş minister bulmaya deb namzat ko'rsatsa bo'ladi. Ammo shu namzatlarning ichidan Cumhurbaşkanı ikki odamni tanlaydi. Sen saylansa deb bu ikkisining birini andan keyin yana parlament saylaydi. Bu yerda bir bunda bo'lishning sababi, ya'ni siz dedingiz Cumhurbaşkanını mı xalq saylaydi, o baş ministerini mi xalq saylaydi? Aşı 11-oyda dedingiz. Shunda qo'laymi? Yo'q. Cumhurbaşkanını mı xalq saylaydi, parlament reisini mi xalq saylaydi? Baş ministerini xalq saylamaydi. Baş ministerini mi xalq saylaydi? Cumhurbaşkanı ikki nomzod ko'rsatdi. Ikki nomzodning birisini milletvekilleri saylaydi. Ben bundaq tushundim. Bunda bulaştım. Ben bundaq tushundim. Ya'ni bunda 11-oydagi qurultayga hammaylan hammasi shu boshida qanday qolib qo'ysa, at tashlab o'tib, xalq vakili bo'lib bordi, puhra bo'lib bordi. Shunda qo'yaymi? Unda bu yerda bir Cumhurbaşkanı yo'q, ya'ni. Yo'q, Cumhurbaşkanı yo'q. Bu Cumhurbaşkanı qandaqsiga bu ikki nomzodni belgilaydi? Bunun için başta Cumhurbaşkanını saylaymiz. Tamam. Yani avval xalq Cumhurbaşkanını saylab chiqdi. Cumhurbaşkanını saylab chiqqandan keyin Cumhurbaşkanı xalq ko'rsatgan baş minister nomzodiga ikki odamni tanlaydi. Shundaqmi? Tanlaydi. Parlament reisini-chu. Parlament reisini shu hammadan saylaydi. Hammadan saylaydi. Parlament reisini deb tanlamaydi. Parlament reisini bütün milletvekilleri saylaydı. Bu yerda faqatla baş ministerni shu saylangan 11-oyning 13-yil shu yerda saylangan Cumhurbaşkanı ikki nomzod ko'rsatdi. Ya'ni xalq saylagan nomzodlarning ichidan ikkini tanlab ko'rsatdi. Ko'rsatdi. Bunda bulaşning sababi
Cumhur reisi siyasi rehber hesablanıdı. Baş minister hükümetinin beşi o icra kılıdığı ya hükümet diyen. Unda boğandıkin icra kılıdığı ya bilen rehberlikinin arasında birisi zıtlık bolsa hükümet mağmaydı. Şunun için hükümet bilen prezident zıtılaptan mısın? Bu kadro halka obdan işleydiğin kadro bolsun dep şu Cumhurbaşkanı üze men falan bilen işleyeleyme baş minister olsa dep onu saylap iki namzat köstüşünün sebebi siyasi rehber bilen icraat rehberi oturası ziddiyet bulmusun, tartışma bulmusun dep şu maksatı çıkarılgan bir kanun bu. Undaqda mening hamda bilgan to'liq javob olgan bo'ldim. Bu yerda ya'ni oldi bilan hamma odam bab-baravar qravlib berib, ashad o'tirib oldi bilan bir Cumhurbaşkanını saylab chiqdi. Saylab chiqqandan keyin ikkinchi qadamda bosh ministr saylashga kelganda xalq yanala nomzod ko'rsatdi. Ammo bu nomzodlarning ichidan oldi bilan saylanib chiqqan Cumhurbaşkanı ikkilarni tanlab, yana xalqniki bekitishiga tashlaydi. Mani eğer baştan tertip bilen kelsek ve de saylaydıganlar parlament azaları saylaşı lazım. İşte o Cumhurbaşkanını. Parlament azaları saylagandan keyin ve de başta parlament deydigan bir narsa mevcut oluş gerek. Ve eğer nol halette bağlık emimiz. Parlament reisi mi yok. Emmisin nol halette kaldık. Bunda boğandan keyin saylaş ne? Cumhurbaşkanını parlament saylaydigan boğandan keyin başta parlamentni şekillendiriş için parlament reis saylanıdı. Parlament reis saylanıp boğan niyaki anandaki parlament şekillengen buldu. O parlament azaları anandaki Cumhurbaşkanını saylaydı. Cumhurbaşkanı saylanıp boğan niyaki Cumhurbaşkanı şu parlament azalarından iki edemli namzat gösterdi. İkinin birine yana parlament saylaydı. Anandaki Cumhurbaşkanı baş ministrle uyum içinde, ittifaklık içinde boğan buludu. Cumhurbaşkanı siyasi cihetini rehberlik kılıdı. Parlament şu siyasetke kanuni cihetten zemin hazırlaydı. Ma kanun, ma icraatta palaniyaga putlışı diken dese, unda kanunu özgerteyli. Ma kanun, hazırki ahvalımızga maskenmeydi diken, unda miyani özgerteyli. Parlament kanun özgertiş, kanun çıkış işini kılıdığa ye. Nime hükümet şu kanun boyunca iş kılıdığa ye. Prezident makamı Şarkı Türkistan devleti ve Şarkı Türkistan'ın halkının ki menfaatini asas kılgan halda siyasi cihetini rehberlik kılıdığa ye. Şunun için bu halka özara mas kademde işlemese bir kriz çıksa bek çatakken. Biz nurgun tecrübelerini gördük. Beşimizin ötte Cumhur Reisi'den baş minister tepşip kalgandan keyin hiç iş akmaydı. Turdiken cahilciler bu ayda turduğan işken. Şunun için mavi kurumlar arasındaki ittifaklık maskadan bek mühim bulduğun boğaçka asas kanunumuz aşında tüzülüp dikenimizdeki kanun tüzgen burunki rehberlerimiz tarafından. Hazır yeni çıkan kanun emez. Şu kanun boyunca aşında keptiki. Şuna mantıklık göre yaxşı hikayede aşında atırız. Bazı kırındaşlarım deydi o. Nime için baş ministerini mi milletvekilleri tanlamaydı? Nime için Cumhurbaşkanı bununla arlaşıdı o deydi. Bu demokratiyaga uygun deydi. Bu doğru. Demokratiya cihetten aşında kılış gerek. Ama bizde Cumhurbaşkanı bilen tepişidigan bir baş ministri kelgenden keyin 4 yılımız yana veren bulup gitti. Tepişmeydigan obdunu kep kalsa tamam. Tepişidigini kep kalsa 4 yılımız veren bulup gitti. Yaki bulmuş o onu elevetti, bu bunu elevetti bulup yana problem çıkıdı. Şunda problemin aldığını eliş için Cumhurbaşkanını parlament saylaydı. Cumhurbaşkanı üzü uyum sağlayalaydıgan, uyum içinde işleyalaydıgan iki namzat gösterdi. Hükümet bilen prezident maskegen buludu. Maskeden de işleşki yaxşı buludu dep muş sistem makul görüldü. Muş da bu buludu. İnşallah.
İnşallah 11. ayım o birden bile kep kaldı. Az kaldı inşallah bu saylamdan nihayeti oңuшлы kalbilik bo'lishini hammamiz umid qilamiz. Chunki bu hammamiz uchun nihoyatda muhim. Endi mushu Cumhur Reis, Baş Minister ve Parlament Reisini saylashda qandaq shartlaringlar bor? Bunun da o şart aldı bilen şu makamga keladigan insonlar o'zini nomzod qilib ko'rsatdi. Men Cumhurbaşkanı bo'laman, men bosh minister, men parlament raisi bo'laman degandek şu makamlarga o'zini nomzod ko'rsatdi. Şu nomzodlar anandaki şu saylan bo'lgan vaqtida ovoz beradigan vaqtida maxfiy ovozda hammadan şunu işaretlaydi. Kim köp ovoz olsa şu makamda şu keladi. Hem de şart degende Cumhurbaşkanınınki yaşı biraz yuqurroq bo'lish sharti var. Masalan, yuqorroq bo'lish dedingiz, masalan, qancha yoshlardan yuqori bo'lish kerak? Masalan, 40 ga kirgan bo'lishi deyilgan shart var. Bosh minister uchun 25. Chunki ijro qiladigan odam qancha yosh bo'lsa, shuncha yaxshi bo'lgandan keyin yosh bolalarning oldini to'sab qo'ymaslik uchun qanchaki hukumatda, ministerliklarda boshbakan, muavin boshbakan bu yerda qanchalik yosh odam bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Shuning uchun yoshlarningki oldini olish uchun, oldini echib etish uchun yoshni 40 dan 25 ga tushirib o'tdiqma 4-oyninki 20-kundagi Amerika qurultaydi. Amerikadagi alohida yig'inda. Bu yaxshi bo'lgan, chunki haqiqatan bir ishni ijro qilishda hozir bizning yoshlarimizning roli bekroq bo'lyotdi, cho'nglar qaraganda. Cho'nglar aql farosatda, tajribada mo'l, bular endi yetaklash jihatda masalan Cumhurbaşkanını saylashda 40 yoshninki o'lcham qilinganligi menimcha muvofiq bo'pti, yaxshi bo'pti. Chunki bir davlatga vakillik qiladigan Cumhur Reis bo'lgan odam shu davlatning ahvolini yaxshi biladigan ham tajribalik hem yoshlarga yetakchi bo'la oladigan shunday bir odam bo'lishi muhim. Ammo ma'lumki boshbakanninki yani ishini tushunganlar bak yaxshi bo'pti. Endi shart deganimda men shuni ko'zga tutgan, ya'ni yosh cheklamasi, bilim qurilmasi, diplomi va yoki da'voga qo'shilgan vaqt masalasi, tajribasi va yoki vatandan chiqqanga mancha yil bo'lgan degandek bir shartlar bormi degandek ma'noda so'ragandim. Bu şartlar milletvekilliklarining shartida bor. Vatandan chiqqili 5 yil bo'lishi lozim. 21 yoshdan ortiq bo'lishi lozim. Mush vatandan chiqqan yoqi mustaqillik maydonida ching turgan bo'lishi kerak. Xitoy bilan iqtisodiy va siyosiy jihatdan aloqasi bo'lmasligi kerak degandek shartlar milletvekillarining shartida bor. Bu şartlarga to'shmaganlar zaten shalib etiladi, milletvekili bo'lolmaydi. Endi milletvekili bo'lgan odam Cumhurbaşkanı bo'la oladi, parlament raisi bo'la oladi, boshbaqa bo'la oladigan bo'lgandan keyin endi uyaga ayrim bir shart emas, shu Cumhurbaşkanıga 40 degan shu shart qo'shildi. Yana birga endi burunqi asos qonunda oliy maktab tugagan degan bir shart bor ekan. Bu shart elib tashlandi. Elib tashlanishining sababi ve oliy maktab tugagan degan shart nurg'un qobiliyatli insonlarning oldini to'sab qo'ydi ekan. Nima uchun degan vaqtda Xitoyning oliy maktabiga, Xitoyning kontrolidagi oliy maktabda o'qimagan bilan nurg'un qarindoshlarimiz chet elga chiqib oliy maktab bitirgulik. Unda bo'lgandan keyin biz oliy maktab kinishkisi desak o bo'lmaydi ekan dedik. Andan keyin xalqimizning ichida ömrünü mushu da'voga atgan nurg'un qarindoshlarimiz var. Tecrübe jihatdan bu oliy maktab tugaganlardan hali yuqori turadigan tajribalik insonlarning oldiga qoladi ekan. Shuning uchun oliy maktab deganni elib etib
ma'lum darajada madaniyat saviyasi bo'lgan va tajribasi bo'lgan degan gap qaytildi u yerda. Uning ustiga halqa bizda oliy maktab degandan keyin ham biz Sharqiy Turkistonliklarningki nazarida o'rta maktabda o'qidi desa 7 yil, 8 yil Xitoyning ta'lim tarbiyasini oldi degan gap uyg'urchalashtirganda. O'rtani putdi desa 12 yil Xitoy tarbiyasini ko'rdi degan gap. Oliy maktabni putdi desa 16-17 yil Xitoy tarbiyasini ko'rdi degan gap. Shuning uchun Xitoy tarbiyasida qancha uzun qolsa inson, o insonning halqi ummiylik tarafi, halqi milliylik tarafi ziddilik uchraydi. Ma o'zimizning vatanimiz halqi Sharqiy Turkiston mustaqil bo'lgan bo'lsa, milliy ma'rif bilan bo'lgan bo'lsa, oliy maktab degan o'lchamni qo'ysak, obdan bo'ladi milliy ma'rif bilan tarbiyalangandan keyin. Bizning vatanda hech kim milliy ma'rif bilan tarbiyalanmaydi. Burun tarbiyalanganlar Uyg'urcha dars o'tilgan bilan shu Xitoy hozirlab bergan mufradatning Uyg'urcha tarjimasini o'tadi. Siyosiy jihatdan shu Xitoyningki siyosatni yadoldirib ashunday bo'lgandan keyin halqa Xitoyning maktabida o'qigan bir shartni millat vakillariga shart qo'yib qolsak, nurg'un milliy insonlarning oldi to'silib ketdi ekan degan maqsadda yana shu xalqimizning oldini echib o'tish uchun oliy maktab degan shartni ko'tarib o'tishimizning sababi shu. Hem bu o'qishning ishi, diplomning ishi menimcha nihoyatda muvofiq bo'libdi. Hamda ba'zi qarindoshlarimiz da'vatida agar hozir bir hukumatimiz bo'lgan bo'lsa, shu boya biz umid qilgandek mushu Turkiyada bo'lgan tragediyalar, masalan boshqa davlatda bo'lgan tragediyalar balkim oldini og'il bo'ladi. Boshqa tashkilotlarmi nima qilyotdi? O'z rolini joriy qildiryapti, qo'ldan kelishi ham yetarli bo'lmag'achqa, u yerda bu yerda shundoq bizning qarindoshlarimiz shu qonxo'r odam Uyg'urning qanini ichayotgan Xitoyga bizning Uyg'urlarimizni qaytarayotgan ishlar bo'lyapti deb xalqimiz orasida g'ulg'uli bor. İnşallah biz 11-oyda mushu hukumat xalqqa echitilgan hukumat xalqi asosi bor, ommaviy asosi bor hukumat qurilgandan keyin boya deyilgandek, masalan Sharq Turkistonliklarga bir kimlik, mayli pasport olsun, mayli kimlik olsun, işte tarqatilishning ishining tezroq bo'lishini, chunki masalan shaxsan meniki Nurga pasportim bor, ammo odatda yanimdagi Sharq Turkiston pasporti olsa, nagil bo'lsam, tabiiyki o'zimning pasportini ko'tarib yuraman, değil mi? Bu bir faxrlanadigan ish. Chunki hozir nagil bo'lsa, sen nalik desa, Sharq Turkistonlik desak, bilmaydiganlar yana bor. Burunqidan jiq azaydi bilmaydiganlar, ammo yana bor. Hech bo'lmasa qo'qib chiqarib pasportimizda davlatimizning xaritasi tushirilgan bo'ldi, davlat bayrog'i tushirilgan bo'ldi, o'zimizning yezig'i bo'ldi, o'zimizning rasm bo'ldi. Mana men davlatning kelsa, bu ko'rmagan davlatga bo'lsa, anadikin tushuntirib qo'ysak bo'ldi. Bunda ahvolda. Shunday narsamizmi yo'q. Şu an hakikaten Türkiye'de qayrindishimizni Tojikistonning pasporti bor, bu Tojikistonning grajdanligidan qaytarilishi bir ichinarliq ahvolamda. Mushta ahvolda yana desak, shu biz kutgandek bir surgunlik hukumatning tezroq bog'liq kelishini chin dilimizda umid qilamiz. Ondan boshqa xalq orasida yana har xil fikrlar bor. Hamda hozirdan boshlab muzokara qilib baqsanglar bo'ladi hukumatnikilar. Masalan, mushu surgunlik hukumat nomitliq elinsila bilib bilmay masxar qiladigan ishlar burundan shu qurilgandan tortib hozirgacha mavjud bo'lib kelgan. Buningda bo'libmi mavo paloni ministrga, mavo pustani ministrga deb ba'zi odamlar bir yerga borsa, men paloni ministr desa ba'zida kulib ketadigan ahvollar bor. Shunga bir xalqningki fikir taklifi asosida bir ishni o'tirib qo'ysam, o'ylashib ko'rsanglar. Ya'ni tabiiyki bizga Cumhurbaşkanı bo'lish kerak, chunki hukumat bo'lgandan keyin Cumhurbaşkanı bo'lmaydi. Ham bir parlament ministri bo'lish kerak, ham bir boshbakan bo'lish kerak. Onundan boshqa bu ministrlar agar chunki bir muncha bo'limlar qurilsa,
Her bir bölümge birden minister koygan tursak, bir monçu ministerimiz meydanga kelgerekde. Şuna halk arasında bir xil sada var. Muşu ministerlarni minister atamasa hozircha hamda qurilmagan davlatimizga minister deb yurguncha, masalan, moliya ishlari vakili va yoki moliya ishlari mas'uli, tashqi ishlar vakili yoki tashqi ishlarga mas'ul xodim degandek bundaq bir ismlar bilan atab tursak, mushu ortiqcha masxira va boshqalarning mushu masxiralarning besiqishiga ozroq bo'lsin foydasi bo'ladimi deydigan bir takliflar bo'lyotdi. Sizcha mush takliflar o'rinliqmidi? Endi hukumat mushunda taraqqiy qilmay turadigan bo'lib qolsa, bosh taklifni qabul qilib ministr demay mas'ul vakil deb ashunda atab maqsaq bo'ladi. Ammo hukumat jallanib rasman hukumatdek ishlaydigan bo'lib qolsa, bu xalqaroga bo'lgan vaqtda buningdan keyin moliya ministrimiz o'zining kadrosi bilan berib, har davlatda o'zining sho'balarini ochadi. U davlatdagi sho'balar shu davlatning qonunida mushundaq mazlum bo'lib qolgan insonlarga yordam beradigan pul bormi yo'qmi? Hukumatningki yardım pulunu aladigan yuchuqlarni tadqiq qilib, ashundaq yana olib, hukumatga pul topadigan, hukumatga pul ekiladigan xizmatlarni ishlashi mumkin. Bunda xizmatlar bo'lgan vaqtda sizlar kim? Sharqiy Turkiston surgundi hukumati. Unda bo'lganda moliya ministri kim? Ministr bu moliyaga mas'ul bo'lgan kishi kim degandan keyin palani moliya ministri. O şu devletning moliya ministriga munosabatligi shu pul. A devletning moliya ministri yana bir tashkilotning vakili bilan ko'rish qilinmaydi. Tashkilot bilan tashkilotli ko'rishadi. Ministrlar bilan ministrlar ko'rishadi. Tashqi ishlar ministrligidimi agar ishlar sal o'ng'iga ketib qolsa, ministrga ehtiyoj bo'ladi. Hozirgidek harakatsiz yotganda ehtiyoj bo'lmagan bilan ras hukumatga aylanib, sal harakat inshaalloh bundan keyin harakat qilamiz. Bu hükümetni resmi hükümetke aylandırımız deydigan gayemiz ba. Bunda bo'lib qolgan taqdirda mush ismlarning hammasiga ehtiyoj bo'ladi. Uni hamda ba'zi insonlar zanglik qiladi ekan, masxara qiladi ekan deb undan voz kechsak bo'lmaydi deb qarayman. Chunki ba'zi bu masxara qilishlarning hammasi nodonlikdan kelib chiqadi. Kichik vaqtlarimizda biz yezida cho'ng bo'lgan, yezdagi ba'zi insonlar bolalarni o'qisin deb Ali maktabga evatidi Urumchiga, Qashqarga, boshqa yerlarga. Bola tatliq bo'lgandan keyin ota-onasi ko'gil berib, ochqanmasin deb xo'jillida nonni elib, to'qachilni yiqib. Bunda u juljul kiyim bilan berib, maktabning oldiga berib, bolasini izlay yursa, taladin ko'rib qilib, bukib oladigan bolalar bor, ota-onasini nomus qilib. Bu halqa o'zining adashlarini shu kichik bolalar saviyasi bilan nomus qilgan bilan amaliyotda faxrlanishga tegishlik. Sen bu bayning balası ekense dadam bayken uqtalaptı. Mening dadam mushundaq kambag'al turug'liq, mushundaq juljul kiyim bilan meni o'qishim yerga evatdi. Men dadamdan faxrlanaman deydigan bir tuyg'uning o'rniga aningdan numus qilib qochadigan nadam bolalar bo'ladi. Shuning o'xshagan xalqimiz hozir bo'pti hozir qadar bu tashkilot dedik, tashkilot hukumat bilan muxotab bo'lmagandan keyin hech qanday bir hukumat bir tashkilotni muxotab qilib qabul qilmagandan keyin bizning ishlarimiz aqmavtidi. Mushulamda bir juljul bo'lsa-mi, ish kerak kelmasa-mi, hukumat deb chiqibdi anim bo'lsa, bo'pti desteklab qo'yay deb nima jihatdan abi moral berib qo'ysa insonlarga, anim bo'lsa yaxshi bo'libdi, Alloh rozi bo'lsin, qabul qilsin. Ma ministr bo'libsizlar, bu bek eg'ir bir ish. Allah muşunun ödüsünün çıkışını nisip kılsın dep koğunu yasap koysun bu bir destek. Menimce o ministerlik namlarını yok kılışkı uğrunish onu teşebbüs kılmay turup onu teşebbüs kılmay ma hükümetini qo'llashga teşebbüs kılsak. Elki biz minister dese başka devletlerninki ministerlikten muqayis qilib yanglashtirib bakıp. Ras zangli qilg'imiz kelishi ras. Bu muqayis qilg'ili bo'lmaydigan darajada tuvan ya puli bo'lmasa ya
ulardek seviye bo'lmasa, ya kuch bo'lmasa, ya istihbarat bo'lmasa, bu jihatdan muqoyil qilish tez. Ammo biz Uyg'urlarning berimiz shu. Endi bizning millatimiz Uyg'ur. Endi bu millatni yaratmasak, boshqa yerdan siparish qilib, boshqa yerdan tumidan yo oltindan so'qtirib olmaydi. Bizning berimiz shu. Allah bizni yaratishda boshqa insonlar bilan o'xshash qilib yaratdilar. Boshqa insonlar qanday qobiliyat bergan bo'lsa, qanday tuyg'u, his tuyg'u bergan bo'lsa, shuur bergan bo'lsa, aql farosat bergan bo'lsa, o'xshash vaziyat yaratdilar bizni hamda. Ammo bu hamda o'zimizningki xatolik, sahvalligimiz, vazifamizni qilmaganlik tufaylimizdan vatan qo'ldan ketgandan keyin hamma narsani orliq qilib millat yetim bo'lib qolgan ekan. Yetim millatning ahvoli shunday bo'ladi endi. Endi biz millatimizning biri shu bo'lgandan keyin berimizni qabul qilib, biz mushu endi mushu deb. Berimizni qabul qilib destek berishga o'tsak. Menimcha texmi obdan bo'ladi deb qarayman. İnşallah deganingizlik bo'lsin. Endi bu fikrning bo'lishi men shaxsan ijobiy tushundim. Chunki bu ba'zilar bizning doim deydigan gapimiz o'xshamda ishdan yo'q etim marjon bo'ldi. Hozir davlatimiz yo'q holatda bunda atash ba'zi g'ayriy tuyuldiki shunga ortiqcha masxarlardan saqlanish uchun vaqtincha vakil deb atab turib, ertugun siz degandek haqiqiy bu funksiyasi kuchlanib hukumatniki o'z funksiyasini joriy qiladigan holat kelganda tabiiy holda uni ministr atsimi xalqimiz hamiz qabul qiladigan holat shakllandi. Shu vaqtchi bo'lgan orliqda yangi tug'ilgan bu vaqtda o'milab ketayotgan holatda aldirab ministr atolmasa qandoq bo'ladi degan bir hamda tuvandagi xalqning bir nemisi hamda bu taklifi. Bu faqatla sizlarga bunday qilinglar deganlik emas, bir taklif. Buni o'zinglar vaqtinglar yetganda bunda bir tilga ilinib qolsa o'ylash baqsanglar bo'ldi. Undan boshqa Onu o'ylasak bo'ladi. Onu o'ylasak bo'ladi, ammo shu yangi tug'ilgan bolaning puti menish kerak kelmasa, put deymiz endi shuni. Qo'li bir ish kerak kelmasa, shu qo'l deymiz endi. Cho'ng bo'lganda bir ish qiladi deb. Shunga o'xshagan endi hukumat yangi tug'ilayotgandan keyin uningga endi official shaklda undaq atlar berilmasa, hukumat olmaydi endi bu. Shuning uchun mening ko'rishim shu, hozir sizga degandek, qolganni hukumatlar bilan paranglashib baqsaq bo'ladi, hukumat oliy rahbarlari bilan. Mening fikrim shu endi. Undan boshqa endi ba'zida turib oranglardagi gaplarmi bilib bilmay yana xalq orasida taqab ketgan ahvollar borki, ba'zi gaplarni anglab sal mayuslangan ahvolimiz bo'ldi. Yani bunu uçuk deyish kerak. Beshida sizga necha qatim ta'kidlab dedim. Xalq hozir sizlardan cho'ng umidlarni kutyapti. Shunga ba'zi passiv gaplarni anglashni faqatla xohlamaydi. Chunki bu umidsizlik odamni osmondan yerga tushirib ekan. Nima deganda burundan bo'lib kelgan gaplar bordi. Shu surgundagi hukumatda biz hech bo'lmasa hozirgacha shu surgunda hukumat degan Xitoyning ko'ziga qadalgan miq bo'lib qolayotgan shu ismni o'simi saqlab kelyapmiz. Mushuning o'zimi to'kpa deydigan gap izchil deyilib qolayotgan. Bu to'g'ri gap. Haqiqatan bir surgundagi hukumat degan parchalanib ketibdi, yo'qolib ketibdi degan bir sesqinamni olib qolmay surgundagi hukumatni hozir saqlab kelishning o'zimi bir to'kpa. Ammo hozirgi vaziyat o'zgardi. Ya'ni sizlar kichkina xalq ichib hozir xalq vakillari hamma davlatdan kelib bu hukumatni biz saylaymiz. Bu hukumatni saylab xalq ommaviy asosga ega hukumatni barliqqa keltirishdagi maqsadmi? Boy degandek bizning da'vo sepimizdagi cho'ng bir bo'shliqni to'ldirish, haqiqiy hamma Sharq Turkistonlikqa vakillik qiladigan mushtaq bir markazni shakllantirish degan mushundaq orzu umid o'ttagan holatda agar biz hech bo'lmaganda yana shu Sharq Turkiston hukumati degan şanlıq namını saqlab qolamiz degandek gaplar chiqib qolsa, bu bizga sal negativ, passiv ta'sir berib qoldi ekan. Bu shaxta o'zingizning ozroq ko'z qarshingizni olsak. Rahmat. Bizda hozir unday ko'z qarash yo'q. Biz ham hukumatningki ham nomini saqlab qolamiz, hukumatni jonlantirib rasmiy hukumat holatiga ekelimiz deydigan irodamiz bor. Ham bu iroda chunki
menmi uzun bo'lmadi bu hukumatga qatnashqili uzun bo'lmadi. Hozir qadar qatnashmaslikning sababi bo'pti, dunyoda nurg'un cho'ng tashkilotlarimiz bor. Nurg'un siyosiylarimiz bor. Nurg'un oliy maktabni o'qitgan yaxshi insonlarimiz bor. Biz kirib yo'lni kashal qilmaydi. Shular oldi bilan bir yo'l boshlab mangsin, anandan keyin xizmat tegib qolib qolsa, qildigan xizmat to'lab qolib qolsa, oqidan qilamiz deb 10 necha yilni saqlab turib. Saqlab turgandan keyin har saylan bo'lganda taqib qilamiz, nim bo'ldi desa, u bo'ldi, bu bo'ldi, u saylandi, bu ish keldi deymiz. Anandan keyin bir necha oy o'tgandan keyin qanday ma'lumot degan keyin hech ish yo'q. Her saylan bo'lgandan keyin shunday umidsizlik ichida mangan. Endi ma'u xalqimizning beshiga umumyuzlik ommaviy bir qatlam keldi. Bundaq bir ahvolda yana endi 11-oyni o'tkazib yetib, yana yaxshi odamni kelib qola deb tursak, yana kelmay, yana hukumat yana shundoq o'lik holatda bo'lib qolib qolsa, eplashmaydi ekan. Endi pichoq so'ngga yetib eshib ketdi, endi kirib qaqayli. Qo'limizdan kelishcha bir ish qilib baqayli deb kirdik. Kirgandan keyin nurg'un yaxshi ko'ngilli insonlar kirdi. Xalq yashab etgandan keyin nurg'un qobiliyatli insonlar keldi. Hozir hukumatga yangi qon keldi deydi. Yangi kuch keldi. Shuning uchun bizga umid var. Umidimiz nayt yuqori darajada. Unda bo'lgandan keyin biz hukumatning nomini saqlab qolishdan emas, rasmiy hukumatga aylantiramiz degan iroda bor. Bu iradedən yanmaymiz. Endi bu dünyada to'g'ri yo'lda mansaqmı, baribir ölümüz, xata yo'lda mansaqmı, baribir ölümüz. Ömrümüzdə üzümüzдің cennini beqish uchun yashab ishlasekmi, baribir ölümüz. Vatan millat uchun deb ishlasekmi, baribir ölümüz. Bu dunyoda ölümdən qutulish yo'q. Ammo bu hayotning so'riqi oxirati bor. Bu bizning hayotimiz ebedi yaşaydigan ahiretlik hayatımızın elingan bir örnek. Bizni Allah bu dünyaya evetmeylem, sen yaxshi adam cennetke gir, sen eskittin, münafıqtin, haintin, cehennemge gir dese, cennetke girgaldın hop, gep yok. To'g'ri Allah, men yaxshi etdim, bu cennetke haq etdim dediğin gap. Cehennemge kirib qolib, fitne chiqirdi o'vada. Biz mi yaxshi etdik, o nemishqa birga yashagan odamni jannatga kirib, biz jahannamga kirdik deb. Shuning uchun Allah bu dunyodagi oxirat ishlarni bu dunyoda belgisel deydi o Türkçe. Allah Kur'an'da liya'lemullah kelimesinden de deydi. Allah şu ahirette kimning yaxshi, kimning yomon ekanligini belgeselleştirish uchun, hujjatlik filmga aylantirish uchun sizlarni ma dunyoga yaratdi deydi. Biz şu ahirettin kelgan şu ömrümüz, şu örnek ömür bilen özümüzün qandaq adam ekanligini isbotlaydigan bir naq meydan bu dünya. Ya sadiq bo'lib Allah'ın sövümlü quli bo'lib cennet yaşaymiz ölgəndən keyin, ya hain bo'lib Allah'ın nefretiga uchraydigan banda bo'lib cehennemde yaşaydigan iş. Shuning uchun biz bu yo'lga chiqishda, bu yo'lda her türlü jafo mushaqqatlar bor. Bu yo'lda her türlü jafo mushaqqat, ölümge kadar xatarlik ahval bor. Şunu bilib turib yo'lga chiqdik. Shuning uchun biz endi oldimizga qarab mangamiz Allah'ın izni bilan. Bu iradedan bizni hech kim yandıramaydi. Ammo biz her qachon xalqimizga uchuq, xalqimizning ishidagi ziyoli sohasidan, ulamolar, diniy ulamolar sohasidan o'zini Allah'ın roziligiga erishsam bo'ladi, dunyo va oxiratda baxtli bo'lsam bo'ladi, mushu mazlum Uyg'ur millatiga xizmat qilsam bo'ladi deydigan har qanday fuqaro, har qanday ziyoli, har qanday ulamo bo'lsa, ishimiz uchuq birga ishlashga ming marot rozi. Endi ba'zi insonlar o'ylab qolishi mumkin, men qanday o'qigan odam, bu insonlarda qobiliyat yo'q. Men bu insonlarning seviyasi tushguncha mandaroq turib turay deb o'ylaydigan insonlar bo'lishi mumkin. Meningcha undaq o'ylab turishga ehtiyoj yo'q. Chunki qobiliyatli insonlar kelsa naq maydonda kimning nima ekanligi aniq bo'lgandan keyin baribir qobiliyatli insonlarga qoladi u ish. Masalan, sizga o'xshash mundaq bir tashviqotda
sizlardan 10 his kabiliyetli bir insan yanlarına gelse, her cihetten sizini beşip düştüğünü ispatlagandan keyin avtomatik aldı sorununu boşaltgan gap. Bunun o'xshagan her saat kabiliyetli insanlar gelse hükümetke, şu saat işleyatkan insanlar minister olsun, qas o'rinda bo'lsin, şu sadıqlan bo'lsa, şu o'ringa kasb bo'laveradigan gap da'vo uchun. Shuning uchun xalqimizga ishimiz ochiq, xalqimiz bilan ta'ti ish qiladigan hech qanday niyatimiz yo'q. Mush hukumatni qanday qilsak xalqaralashtirib, xalqaro e'tirof qildirib, Sharqiy Turkistonning haqiqiy hukumatiga aylantiramiz deydigan planimiz bor, irodamiz bor. İnşallah deganlarınız kelsin. Bizning mo xalq bo'lish suhbatimiz bilan sizlardan kutayotganimiz mushu. Biz mo 11-oyda bir sog'lom bir saylan bo'lgandan keyin haqiqiy ommaviy asosi bor kuchli bir surgundagi hukumatning vujudga kelishini to'rt ko'zimiz bilan kutib o'tiribdik. Chunki buningga har bir Sharqiy Turkistonlikning ehtiyoji bor. Bugun Hajimka asli plandagidan sal vaqtcha boshlab qolib vaqtim biriga berib qolibdi. Oxirida sizning shu butun xalqimizga va hukumatdagi a'zolarga deydigan xulosa gapingiz bo'lsa olsak, ana lekin programmani oxirlashtirsak. Rahmat. Mening deydigan gapim qarindoshlarımızga, vatandoshlarımızga deydigan gapim mushu Xitoyninki bizning birdan-bir dushmanimiz ekanligini unutib qolmasak. Xitoyning ne kadar hiylagar, ne kadar mekkar, gaddar bir hukumat ekanligini, Xitoy hukumatining buni unutib qolmasak. Qarindoshlarni bir qo'saqdan qarindosh chiqqan qarindoshlarni dushman qilib aytadigan bir mekkar Xitoy bu. Hozirga qadar nurg'un tashkilotlar qurildi. O't yurak insonlarimiz mush vatanimga, millatimga xizmat qilaman degan niyat bilan tashkilotlarni qurdi. Hammasini birisi-birisiga zid dushman qilib qo'yapti mana Xitoy. Bu nima uchun desa, Xitoy istixborotining ne kadar kuchliligi. Xitoylarning Uyg'urlarni ne kadar cho'nqur darajada tadqiq qilganligining. Bu tadqiqotiga ko'ra Uyg'urlarga uyg'un shaklda fitna ishlab chiqadigan nurg'un fabrikasining borligining isboti bu. Mana bu Xitoy jasuslari Xitoy markaziy hukumatidan manda qilinglar, unda qilinglar deb manda birlam hukm bilan Uyg'urlarga hujum qilmaydi Xitoy istixboroti. Xitoy istixboroti har bir Uyg'ur uchun ayrim, har bir oila uchun ayrim, har bir tashkilot uchun ayrim siyosat turg'izadi. Her bir teşkilatlığa mesul, her bir insanlığa mesul, her bir devletlik insanlığa mesul Xitoy istihbaratının edemleri var. Xitoy Sharqiy Turkiston'ni qo'ldan chiqarib etmaslik uchun, Uyg'urlarning qo'liga ketib ketmaslik uchun milliard dollar pul xarjlaydi. Necha ming, hatto necha yuz ming inson qo'llanadi. Uyg'urlarning sonimiz az chet elda. Her bir inson uchun kontrol qiladigan, shuning bütün axborotni egallaydigan Xitoy jasuslari bor. Bu jasuslar orqali men nima deyapman, boshqalar nima deyapti, u nima deyapti, mush yashayotgan atrofdimi, falani kimning aqsini kim mandaq gap qildi, pistani nima dedi, shuning hammasini qeyd ostiga elib turib, kim xos vaqtda qanday gapni qilishni hammani planlab turib hujum qildi bizga. Shuning uchun hukumat ichida bir og'iz gap chaqchaq bilan deyilib qolgan bir gap, masalan, do'stlar orasida chaqchaq bilan deyilib qolgan gap bir jasusning quloqiga anglansa, uni patroniga deydi, patronlar uning fitni chiqarib, xuddi hukumatning ishida manda bir yo'g'on bir hang, o'nkir o'nglanmaydigan, tundirib o'g'lanmaydigan yo'g'on bir ish badakda qilib fitni chiqardi. Shuning uchun xalqimdan meningki deydigan tavsiyam, hukumatga ijobiy tek fikrlar bo'lsa, ba'zi bo'ladi. Mundaq salbiy fitna fasad xarakterliki gap bo'lib qolsa, buni taqitishdan burun, buni baho berib hukm chiqarishdan burun hukumatning munosabatli odamlari bilan aloqa qo'yib, surishtirib chiqib beqishni talab qilaman. Fitna chiqarmaslik uchun. Endi
hükümetning ishida bo'lgandikan deb ba'zi vaqtda demaydim. Hozir deb beray. Mavi hükümet Sharqiy Turkistonningki shu birdan-bir vakillik qiladigan bir organi. Sharqiy Turkiston xalqininki ko'zning qarchig'idek asrashga tegishlik bir yeri. Sharqiy Turkiston xalqi hukumatga ega chiqsa, ijobiy fikrlarini berib, edam qilib, kuchlantirib, elib ketish tarafga mangsa, bu hukumat mangidi. Agar xalq Xitoyning fitnasining keyniga kirib, kichikkina fitnani yo'g'ontib, yo'g'on qilib, undan hukm chiqarib, cho'pga etib, axlatga atadigan mandaq sahibsiz tashlab etsa hukumatning ishimi ta'sir bo'ladi. Shuning uchun hukumatningki bir xodimi sifatida hukumat Sharqiy Turkiston xalqi bilan quchoqlashishni, birlashishni xohlaydi va orzu qiladi. Xalqimizdan destek kutadi. Rahmat Ajimka, men shu programmani oxirlashtirish oldida turatdim. Mayada bir qarindishimiz qayta xat yozib bir narsani talab qilyotdi. Programmani oxirlashtirishdan burun shuni qarindishimizning ko'ngli qolmasin sizdan so'rab olsam. Saylam to'g'risida boya tushuncha berdingiz, ya'ni Cumhurbaşkanı, anondekin baş minister, anondekin parlament reisini saylashadi. Bu yerda bu qarindishimiz aytdi, bir erkin raqobat orqali saylash, mushu ish cho'qim bo'lish kerak hukumatda, mushu haqda to'sqinlik yo'qdi. Ya'ni masalan deylik, oldi bilan Cumhurbaşkanı saylash uchun o'zini ko'rsatgan kandidatlar, masalan men Cumhurbaşkanı bo'lsam, men nima ish qila olayman degandek, shu xuddi siz turayotgan Kanada, Amerika degandek davlatlardagidek bir erkin raqobat orqali o'tirg'i chiqsa, bu adil saylan bo'ladi. Bu bizning saylamimizmi mushtaq bo'lamdi deydi. Mushtaqa bir qisqa javob bersangiz. Bunda o'tirg'i chiqadigan ish parlament ishida chiqsa bo'ladi. Parlament ishida men Cumhurbaşkanı bo'lsam, mendaq ishni qilaman, men Cumhurbaşkanı olsam, parlament reisi olsam yoki başbakan bo'lsam, mendaq qilaman deb o'zining qobiliyatini o'tirib qo'yib, parlament so'zlasa bo'ladi. Ammo buni parlamentning sirtiga chiqarib, masalan so'zlashgandek, ommaviy so'rinda deyish to'g'ri bo'lmaydi. Nima uchun degan vaqtda biz qarindoshlarimiz deydi, boshqa davlatlarning saylangan vaqtida raqobat kuchli ekan-ku. Amerikami saylangan vaqtda Trump bilan Hillary Clinton shunda raqobat kuchli jutqi berib o'zini reklam qildi deydi. To'g'ri, ular ikki partiyaning adimi. Ular biz maydondagi insonlar emas. Bizmi vatanimiz ozod bo'lgan vaqtda partiyalik sistemga shu chaqda tug'ildi. Hozir biz partiyaga o'tib qo'ysak, mana raqobatga o'tib qo'ysak, bu vatan uchun xizmat qilish ayanda qilib, hukumatga men chiqma, uni qilaman, buni qilaman deb xalqni ikkiga bo'lib, millat vakillarini nechiga bo'lib, anandakin o chiqqandakin uni tatib tushirdigan mandaq ishlar bo'lib, vatan uchun qilinadigan xizmatga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun bu partiya ishi vatan ozod bo'lgandan keyin bo'ladi. Hozirgi vaqtda bizning vazifamiz, dindorlarimizning vazifasi Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish. Uyg'urlarning ichidagi kommunistlarning vazifasimi Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish. Uyg'ur ichidagi demokratlar, Uyg'ur ichidagi har qanday sinfning birinchi vazifamiz Sharqiy Turkistonning ozodligi va mustaqilligini asliga keltirish. Bu vazifa ada bo'lib Sharqiy Turkiston mustaqillab qutilgandan keyin anandaki sinflar o'tirg'i chiqadi. Bu davlatni diniy kesim dindorlar boshqaramdi, demokratlar boshqaramdi, kommunistlar boshqaramdi. Hammadan o'zining sinfini tepib partiya qurdi. U chaqda xalq qas partiyani qo'llasa, shu partiya iqtidorga keladi. O demokratik usul bilan vatan ozod bo'lgandan keyin bo'ladi. Hozirgi vaqtda demokratik usul deb sinfiy kurashga maydon ochib bergandan keyin mikrob o'xshash terib hozir param-parcha bo'lib ketgan xalqning texmi parchalanishiga ish qilmay o'zaro ziddiyat tarishimizga sababchi bo'ladi. Shuning uchun vatan ozod bo'lmaguncha partiya bo'lmaydi. Partiya bo'lmagandan keyin biz raqobat qiladigan ish
xalq oldida bo'lmaydi. O'zaro parlament ichida bo'lsa bo'laverdi. Rahmat. Demek ki bu so'rovga javob olgan bo'ldik. Bayaqi savol so'rgan berindishimizmi rozi bo'lganda inshaalloh. Vaqtmi bilan berib qoldi Ajumka. Bugun siz bilan hukumatniki hozirgi navbatdagi olti to'g'risida tunji qatam bir suhbat qildik. Bundan keyin xalqimiz doim ko'zi hukumatda bo'lib turg'ashqa siz va hukumatdagi boshqa qarindoshlarimiz bilanmi doim usul egallab turish uchun doim suhbat qilib turamiz inshaalloh. Vaqtinglarni elishimiz mumkin. Chunki hukumat butun xalqning hukumati. Shunga xalqniki bunga ko'ngil bo'lishi normal bir ish. Oxirida sizniki alayda vaqt chiqarib bizning savollarimizga javob berganingizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Hem sizning teningizga salomatlik, turmushingizga xotirjamlik tilayman. Aman bo'ling Ajumka. Rahmat. Men ko'p rahmat aytaman. Shunday ko'rishib turishimiz lozim deb qarayman. Men o'zingizga va oilangizga, butun xalqimizga salomatlik tilayman dunyo va oxiratda. Ko'p rahmat. Yana ko'rishib turguncha aman bo'lasiz. Rahmatim size. Xo'sh, Allohga emanet. Allohga emanet. Ben seni şu kadar sevendim vatan. Sevmiştiğimizi taşar kırmaktım. Ben seni şu kadar sevendim vatan. Ben seni şu kadar sevendim vatan. Yağmur her kaçan dersen en güzel düşlerde gözüm Hıyallar her kaçan gezersen tamam en güzel düşlerde gözüm Bağrımda kümülmek en güzel armağan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Bağrımda kümülmek en güzel armağan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Kuşlarga qaray men nimadur özlem Vatanım aslıdır kimikimden Kuşlarga qaray men nimadur özlem Vatanım aslıdır her
şergiya ben seni şu kadar sevindim vatan ben seni şu kadar sevindim vatan Dıllarga tutuya her ta şergiya ben seni şu kadar sevindim vatan ben seni şu kadar sevindim vatan Ben seni şu kadar sevindim bana Ben seni şu kadar sevindim bana Ey Rahman